Uzun tezkorda bir zakasiga o'rtacha necha minut vaqt ketadi, necha pul ishlasa bo'ladi. Shuni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi zakasimiz tushdi. Tak, 10 minut vaqt berdi. Ko'ramiz. Kilometr 9 minut. Ana 10 minut deganda keldik. Ko'chalar probka ekan. Restoran zakaz olamiz. Mana 5 minutda zakazimizni olib chiqdik. Restorandan nalichida ekan. Qisamiz. To'rt kilometr 12 minut. Ketdik. Mana zakazimizni ham berdik. 12 minutda keldik. O'xshu bizada qancha bo'ladi keyin? Ikki zakazga borishimizga 10 minut ketganda. Klientdan zakaz olishga 5 minut, o'xshu bizada yarim soatlarcha vaqt ketdi. Zakaz berguncha. Chandir TV YouTube kanali bizni kuzatishda davom eting.